BYD Yuan Up qidirib yurgan akalarimiz uchun xuddi shu segmentda undan yaxshiroq bo'lgan modelni sizlarga topib qo'yganmiz. BYD Yuan Plus 2025 restyling hisoblanadi akalar. Mashinamiz lyuk panorama bilan jihozlangan, R18 diska balonlarida turibdi akalar. 360 kamera, NFC, beskruchevый доступ. Salonga o'tadigan bo'lsak akalar, 4-pozitsiya hisoblanadi mashinamiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Salonda tak ikkita sidinida ham obduf обогревlari bor, беспроводный zaryadka va aytib o'tganimdek lyuk panorama bilan jihozlangan bo'ladi. Mashinamizda to'liq zaryad bilan 510 km yurish zapas hodiga ega. Yuan Upda esa 401 km tashkil qilar edi. Xo'p, qisqacha ma'lumotlar aytib o'tadigan bo'lsak, bu mashinamizda servisga uncha kirmaydigan BYDlar qatoriga kiradi. Orqalari ham anchagina keng ko'rishingiz mumkin. Keyin restyling modelda nimalar o'zgarish bo'ldi desanglar, orqa faralari, orqa dizayni ayniqsa anchagina chiroyli bo'lgan. Даже kechqurun ham stop faralari anchagina chiroyli yonadi. Buni ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Mashinamizda xudo xolasa bunisi baraka bo'ldi. Bunisi nalichkada tayyor turibdi akalar. Kredit, перечисление, naqd hamda nasiya qilib turib bemalol olsanglar bo'ladi. Mashinamizda bosib o'tgan yo'li 4500 km tashkil qiladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa $24600 hamda 1 yil garantiya beriladi. Komplektda hamma narsasi bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi akalar. Hammaga rahmat, joningiz sog' bo'lsin.